Preventiv konsultatsiyalarim nechta tartibda o'tadi. Birinchi navbatda klinikamizning belgilangan nomerlarini telefon qilib qabulga yozilasiz. Qabul uchun 1 soat vaqt belgilanadi. Bu vaqt ichida men bolani ko'raman. Homiladorlikdan boshlab hozirga дейін bo'lgan anamnezlarni to'liq yanglayman. Bolani ko'rib, bolani shikoyatlaridan kelib chiqqan holda ishtahasi pastmi, ichki olishi bilan, ovqat yeyishi bilan bog'liq muammolar bormi yoki vazn olishi bilan bog'liq muammolar bormi, immuniteti pastmi yoki aqliy hamda nutqiy tarafdan kechikishlar bormi, hammasini o'rgangan holda bola uchun eng kerakli bo'lgan analizlar ro'yxatini yozib beraman. Hamda bu analizlar asosida keyin etap-etap lecheniya qilinadi. Lecheniyalarimiz kamida 2-3 etapli bo'ladi. Birinchi etapda asosan bolani ichaklari bilan ishlanadi. Sababi ichaklar bilan ishlamay turib, immunitetni ko'tarishni, defitsitlarni o'rnini to'ldirishning imkoni yo'q. Keyingi etaplarda vazn olishi bo'yicha, defitsitlarni to'ldirish bo'yicha, aqliy hamda nutqiy faoliyati bilan kechikishi bor bo'lgan bolalarda miya faoliyatini yaxshilash bo'yicha qo'shimchalar tavsiya qilinadi. Agar sizning ham farzandingizda preventiv konsultatsiya kerak bo'lsa, quyidagi nomerlar orqali qabulga yoziling. Mendan preventiv konsultatsiya olgan bo'lsangiz, natijalari bilan kommentariyada bo'lishib keting.